Salam qeyrindishim. Hazır anlaydıqınız Yalqın Rozining 20-asrdagi birdan-bir faylasuf degan maqolasi. Bu maqola Yalqın Rozining Tanqidning ko'zida nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan. Afsuslanarligi, bu kitob garchi nashrga tayyorlanib bitgan bo'lsa-mu, lekin besilib tarqitilishga ruxsat qilinmagan. Men bu kitobning nashrga bitgan nusxasini topshirib elib, to'liq xo'sh bo'ldim. Ham kitobdagi asarlarni o'qib, muhojiratdagi qarindoshlarimizga yetkazishni sharaf deb bildim. 20-asrdagi birdan-bir faylasuf nomli bu maqola 2014-yili ko'zda yozilgan bo'lib, vatanda e'lon qilingandan keyin nihoyat zo'r qo'zg'olon qo'zg'agan. Bo'libmi 20-asrdagi birdan-bir faylasuf degan temaning o'zida xato deb qaralib, o'rinsiz hujumlar bo'lgan. Darhaqiqat, butkul dunyo miqyosida donliq faylasuflar oz emas. Biroq Yalqın Rozi devatgan birdan-bir faylasuf Uyg'ur xalqining birdan-bir faylasufidir. 20-asrdagi birdan-bir faylasuf. 2 bölüm. Abdushukur Muhammad Eminga o'xshash madaniyat zo'r inqilobining qarqi yo'llari ichidan bir talay ijodiyat mevlarini ko'targanicha yangi davrga kirib kelgan olim adiblar Uyg'urlar orasida emas, butkul Jungo miqyosining oz uchraydi. Qildak qiyshiq kassa beshiq kelmaydigan kun qolmaydigan ashundoq qo'rqinchli yillarda Abdushukur Muhammad Eminga o'xshash ijodiyat bilan yashash zo'r jasorat ham farosat talab qiladi. Shundaq bo'lg'ashqa talay olim adiblar bu yillarni o'zlari uchragan volchiliklardan qaqshash, vaysash yoki qo'rqib ichiga tinib, jinini saqlash bilan o'tkazgan. Abdushukur Muhammad Emindek bir necha parcha tadqiqot asarini va adabiy kitobni yozishga ular har jihatdan ojizlik qilgan. O'z navbatida aytib o'tish kerakki, faylasuf Abdushukur Muhammad Eminning Tobur nasrlarining uslubini o'rnak qilib, 10 yillik, ya'ni 1966-yildan 1976-yilgacha ma'lumotchilik muhitida asosiy gavdasi yozilgan parcha-parcha savdoliq xotiralari, tafakkur huduqishi va tun monologidan to'plangan katta falsafaviy nasr to'plami savdoliq ta'ajjubnomasi alayda tilga ilishga arziydigan asar hisoblanadi. Mazmun jihatdan 5 bo'lakka bo'linadigan bu nasr to'plamining Kaknoma bo'lakidagi 100 nasr orqali Abdur hurlikka tashna siqilgan yurakning pichirlashlarini yozgan. Marjonnoma bo'lakidagi 100 nasr orqali aql idrok qo'shoni bo'lgan ziyolilarning aql marjonlarini zulmatlik osmonga yulduzdek chashqandala ondan ufuqning yo'riydiganligini yozgan. Sumuruq nomi bo'lakidagi 100 nasr orqali tarixning faqat inson qimmati qadrlanish bilan o'z ma'nosini topadiganligini yozgan. Jahannama bo'lakidagi 100 nasr orqali insonlar ichidagi har xil tipdagi odamlarning ibratlik ahamiyatga ega ifoda alomatlarini yozgan. Nijodiyat nomi bo'lakidagi 100 nasr orqali kishilik hayotni porloqlikqa ega qiladigan chiqish yo'li haqidagi fikr durdonlarini yozgan. Sinifiy kurash shamali jahonni bir olgan ashu yillarda bu nasrlarda nuqtali holda insonparvarlik va ideya erkinligini targ'ib qilgan. Bir-biridan go'zal bu nasrlarda uning cho'nqur fikri pishqan tili ichiga yoshirilgan. Bu falsafaviy nasr to'plamiga til ustasi bo'lgan bu faylasuf Uyg'ur tili tasviriy xazinasining bir qismini muvaffaqiyatli sig'digan. Demak, ideya va fikr jihatdagi balog'at ham uslub va til san'ati jihatdagi fasohat nuqtasidan bu asarni Uyg'ur bugungi zamon nasrchiligidagi yagona asar deyishga bo'ladi. Qiziq yeri, falsafaviy asarning qimmatini his qilish qobiliyati yo'q muharrirlar va nashriyat o'rinlarining 20 yildak so'g'uq pozitsiya tutishi sababidan bu katta asar 21-asrga kelganda ondan kitob holatida nashr qilinish imkoniyatiga erishgan. Oradan 2 yil o'tib, Abdushukur Muhammad Emin siyosiy jihatda ziyonkashlikka uchragan ham xato holda o'ng qilingan degan xulosa bilan oqlangan. U qaysar iroda bilan bu kunni 20 yil kutgan.
20 yillab davomlashgan xo'rliq, 20 yillab tatgan dard alam, 20 yillab to'langan behuda badal oxirlashib, maashi, xizmati partiyaligi asli keltirilgan. Yangi hayotga erishgan bu olim siyosati amaliylashtirilgandan keyin takkan pulga oldi bilan bir das, ikki chelak setib olgan. Tadqiqot, ijodiyat ishlari cheklangan, o'qitish munbiridan to'p-to'g'ri 20 yil ayirib etilgan, goh dehqonning, goh ishchining ishiga selinib, chiroyi sarg'ayib ketgan bu olim 45 yoshga to'lganda usti beshidagi chang to'zonlarni qiqishtirib etib, o'qitish munbiriga qayta chiqib dars o'tish, ilmiy tadqiqot, badiiy ijodiyat ishlarini oshkor elib berish imkoniyatiga erishgan. 1980-yili u Marksizm-Leninizm kafedrasidan o'zi Amroq adabiyot fakultetiga yo'tkilib, ko'p qism Uyg'ur ziyolilar anglabmi baxmagan ilm umumiy estetika darsini ta'sis qilib o'tishga kirishgan. Uning kitob, maqola, ruboiy va she'r g'azallari orqa-orqadan e'lon qilinib, ziyolilar va oliy maktab o'quvchilari orasida yana bir qitim Abdushukur Muhammad Emin qizg'inligini qo'zg'agan. Ilm sohasi, oliy maktab o'quvchilari uning asarlarini suyunib turib o'qib o'rgangan. 1980-yillarda uning yuzlagan ilmiy maqolasi, Uyg'ur klassik musiqasi 12 muqam haqida, Şinjanning tong davridagi naqshi usul san'ati, Farabi va uning falsafa sistemasi, umumiy estetika, cho'g'liq, ruboiyat 1, ruboiyat 2, Qarliq tog' shajarasi qatorliq kitoblari nashr qilingan. 1983-yili u ayoli bilan billa ota-onasining qabrisini yo'qlash munosabati bilan sobiq Sovet ittifoqiga chiqib 6 oy sayohatda bo'lgan. 1960-yillarning 5-ida taqib etilgancha 20 yillab uchar qanotdan boshqa narsa o'tolmay kelgan ikki davlat chegarasidan 1983-yili fevral oylari Abdushukur Muhammad Emin ayoli bilan tunji tuqqan yo'qlig'ichi sifatida sobiq Sovet ittifoqi zaminiga o'tib, vatandoshlik, qarindoshlik o'tida kavob bo'lib, 20 yillik hijron azobini boshdan kechirgan minglagan muhojir, urug' tuqqan do'st yaronlari bilan uchrashgan. Abdushukur Muhammad Emin bu unutilmas paytlarni mo'jizalik didor pasli, visal ayyomi deb ta'riflagan. Bu qitimqi safar 50 yoshga qadam qo'ygan, ko'pni ko'rgan bu pishqan olimni mo'l ilmiy va hissiy jug'lanmaga ega qilgan. Bu jarayonda u Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'izlarning bir qism tadqiqotchi va adiblari bilan suhbatlashib, o'zining insoniy qadr-qimmatini va ilmiy salmoqini yangi boshdan to'lagan. O'rta Osiyodagi mashhur shaharlarni va muhim tarixiy iznalarni sayohat qilib, ham sukutga cho'mgan, ham ko'ngli yayrag'an. 20 yillab uzuqli qimmati mo'l bir vaqt tamoq yeyolmay, ko'kuchay bo'lib ketgan bu munavvar olim 6 oylik sayohat jarayonida mo'l nozu ne'matlar bilan kutilib, chiroyi parqirab ketgan. Yeshig'i mos holda at qo'nib, olimga xos salofat paydo bo'lgan. Ota-onasidan qolgan miros ayol ikkilanga paravan turmush o'tkazish xotirjamligini ato qilgan. Vatanga qaytadigan chaqda u ayolining orzusi bo'yicha olgan Volga markali pikapni haydagunicha Beshkekdan Qo'rg'os eg'izi orqali Urumchiga qaytib kelgan. Urumchiga kelgandan keyin hammalarning ko'zi ularga tikilgan. Maktab rahbarlari ko'ngil bo'lib bergan bir-biriga tutash ikki yurish bino uy. Ota-onasidan qolgan maras, yuqori darajalik amaldorlardan boshqa hech kimda yo'q pikap. Ilm sohasidagi shon-sharaf, er-xotin ikkisining qamlashgan qomati, zavoddan chiqqandek chiroyli 4 o'g'il, tunji bo'lib berilgan professorlik unvoni qatorliq ko'zni qamashtiruvchi omadlar bu munavvar olimga ko'plagan oqdil kishilarning havaslik qarashlarini paydo qilgan bo'lsa, bir qism kishilarning hasadlik nazarini paydo qilgan. Bu hol go'yo Heraklitning sana shuning uchun hasad qilishidiki, sening zo'qlanguchilaring haqiqatan to'liq nurg'un deganidek ish bo'lgan.
Hasad qilg'uvchilarning ichida kasbdosh hasadxo'rlarning ifodasi alayda kuchli bo'lgan. Bo'libmi Uyg'urlarning adabiyot, san'at va ilm-fan sohasida otaman bo'lishni orzu qiladigan oz bir qism sarxillarning oromi buzilgan. Dal o'shundaq paytda, ya'ni 1986-yili u Yaponiya Sharqiy okean akademiyasi Kyoto Universiteti Madaniyat almashtirish fondining taklifi bilan Yaponiyada ilm ziyoratida bo'lib, Qutatqu bilik Uyg'ur 12 muqomi temasida 3 maydon leksiya so'zlagan. Chet elga tuqqan yo'qlab chiqish fursati onda sanda kishilarga aran nasib bo'layotgan bu yillarda Abdushukur Muhammad Eminning Qutatqu bilik muqam temasida leksiya so'zlash munosabati bilan Yaponiyaga chiqqanligi bir qism adib olimlarning qalbidagi hasad ushqunlarini gurullatib, gulxonga aylantirib etgan. O'zining Yorqin Aslimalar nomli kitobida yozganidek, Gul hatto bolalarcha tuz mijozga, dushmanlik, qisoskorlik, rashik, hasad ushqunidan xoli xarakterga ega bu olim oilasiga maftun bo'lish, tadqiqot va ijodiyatga butun vujudi bilan berilishdan boshqani bilmaydigan bo'lg'achqa, kasbiy sohadagi rashik qilg'uvchilarning qalbida quturgan qor quyunning darajasini degandek to'g'ri o'lchab olmagan. Fikr qilish va yeziqchilik uning hayotining borlig'i edi. U o'z ishini puxta qilishga odatlangan bo'lg'achqa, muxlis to'plashni, atay ommaviy munosabat harakati paydo qilishni yoqtirmaydi. Ijtimoiy munosabat yo'llarida so'qildab yurishni ovarchilik deb biladi. Yurtvozlik, guruhvozlikqa bezorlik bilan qaraydi. Yomon yeri do'st tortishib yashashni kundalik odat qilgan, ma'raka so'rinlarida hozir bo'lishni odamgarchilik hisoblaydigan, og'zida gapi bor yog'lama eg'iz ziyolilarni cho'ng biladigan Uyg'ur jamiyati Abdushukur Muhammad Emindek vaqtini o'zining ideal g'oyasiga sarf qilishni a'lo biladigan tipik olimga xos mijoz xarakterdagi odamlarni tabiiy holda yaklaydi. Uyg'urlarning milliy mijozidagi bu xil ojizlik hasadxo'rlarning masxaravozlik qiladigan, fitna ig'vo viruslarini tarqatadigan ko'ngildagidek atmosferasi edi. Turmush mahoratlariga mahir bo'lmagan, gul, hatto bolalarcha tuz mijozga ega bir olim bu xildagi makkar masxaravozlarning so'z cho'chak obyekti bo'lmasligi mumkinmi? Nadan, hatto o'zining nodonligidan qilcha xabari yo'q minglagan galban kishilar bundaqlar ko'ngil qo'yib paydo qilgan masxara kulkilarga qurt degan eziq tishlarini ko'ringudek darajada qalcharib agashmay qolatdim. Shunda qilib hasadxo'r masxaravozlarning demigini qolmadi. Galban agashkuchilar qiyoqas tilib berdi. Ular masxara kulkisini jamiyat bo'ylab umumiy xo'r shaklda yangratdi. Jahondagi eng oson ishlarning biri masxara qilish tursa, nodonlar buningga agashmay qolatdim. Taylismi nadagi bir dedakning masxara kulkisiga duch kelgan emasmidi? Qadimki Gretsiyadagi 7 donishmand faylasufning biri bo'lgan Taylis bir kuni masalalar ustida tafakkur qilg'ach ketib etib, ehtiyotsizlikdan bir suv ozg'ilga tushib ketdi. Buni ko'rgan bir dedak uni masxara qilib, "Nima degan kulkulik? Atrofingdagi narsalarni ko'ra olmaysan-u, yana shu asqatmaydigan ishlarni o'ylaysan" deydi. Taylis bu dedakka darmahal radiya berolmay qoldi. Tamoq yeyish uchun yashaydigan bu dedak yashash uchun tamoq yeydigan Taylisning ko'k qarab o'ltirib, tafakkur yurgizib, masalalar ustida cho'nqur mulohiza elib boradigan ulug'lig'ini masxara qilishda uning o'ylaganlariga bir non kelmaydiganligini nazarda tutgan albatta. Butkul hayoti yeyish, uxlash, o'lish tartibi ichida bo'ladigan dedak tanho o'ltirib mulohiza qilish huquqidan voz kechgan bo'lg'achqa mutafakkirning vujudidagi ulug'liqni tushunmaydi. Bundaqlar boshqalarning kulkilik yerlarini ko'radi, ammo o'zining ruhidagi pichaklikni va razillikni his qila olmaydi. Shunga Hegel nihoyat qamlashtirib, mangu ozgal ichida yetib ko'k qaramaydigan kishilarlar ozgalga tushib ketmaydi degan ekan. Hegel aytgan ko'k qarash g'oya, e'tiqod, izdinish, qizg'inlik, mas'uliyat va ulug'vorlik qatorliq yuksak ruhiy qimmatlarni ko'rsatdi.
Көк qarab cheksiz haqiqatga intilish ashu haybatlik ham tangdoshsiz haqqoniyatni so'yganlik hisoblanadi. Yulduzlar charaqlab turgan bepoyon ko'kka boqqandagi o'y fikr turlik tuman bo'ladi. U odamda hayot va jamiyat haqidagi yangi tushuncha ham bilishni shakllantiradi. Ruhiy hodislar ustida izlanishni odat qilmagan hayot oddiy hayotdir. Oddiy kishilar kun bo'yi lag'aylab yurib, sezgi a'zolarini g'idaqlab kun o'tkazish orqali ma'nisizligini tugatmoqchi bo'ladi. Schopenhauer. Biroq haqiqiy ziyoli umum e'tirof qiladigan ommaviy urf-odat bo'yicha ish qilmaydi. O'zining vaqtini ommaviy munosabatga ahamiyat berish yo'li bilan obro' izlaydigan chala ziyolilardek lag'aylab kun o'tkazishga odatlangan g'oyasiz kishilardek ham boshqalarning kulkilik yerini ko'radigan dedaklardek mundoq o'rinlashtirmaydi. Yuksak g'oyaga ega ziyolilar har qanday ishda g'oyasini chiqish qiladi. G'oya maqsadlari yuksaklikdan xoli odatga kishilar so'mroqning xiyolini qushqash nadin bilsin degandek ruhiy sifatda yashag'ashqa ular o'zlarining o'lchimida arziydi degan narsalarga ko'ngil bo'ladi. Hammani o'zining g'ayrichida g'ayrishlab yashaydi xolos. Kasbdosh hasadxo'rlar o'zaro do'st tortishib, ig'vo to'qib ko'nglini bezlayotgan. Hamoqatlarni to'plab, haqoratlatib, xalq uningdan bezor bo'ldi deb o'z ko'nglini yozishib yurgan paytda Mo'ng'ul yozuvchi Mingchibi bilan ayoli Lolulu birlashib yozgan adabiy axborot o'ylanish ichida ilgirlashning xanzucha va uyg'urcha e'lon qilinib, jamiyatda zilzila qo'zg'ishi ularning kutmagan yerdan chiqdi. Bu adabiy axborotda faylasuf Abdushukur Muhammad Eminning mutafakkurona obrazi nihoyatda yaxshi yozilg'ashqa kasbiy hasadxo'rlar faqat chiday olmay qolgan. Istil tuzish harakati va madaniyat zo'r inqilobining bo'ronchab qo'llari ichida turibmi, tafakkur turmushini a'lo bilib, ig'ra haqorat qaynamlaridagi pisansiz o'ylanuvchi sifatida ijodiyat bilan yashab odatlangan bu faylasuf masalalarga inkos bildirishda intayin ig'ir bisiq, tamkin edi. U kasbdosh hasadxo'rlarga javob tariqasida mundoq g'azal yozgan. Ming to'xuning taqilishi burkut kabi parvoz emas, cho'rqirab sayrashlari bulbul kabi ovoz emas. Faylasuf Abdushukur Muhammad Eminning o'z vaznini idrokiy holda dangsab turib yozgan bu xildagi she'riy javob va radiyalari ularning qitig'ini kelmagan. Ular har xil abjil usullar bilan uzildirmay hujum qilib, bu molla bo'zak olimni bo'zak qilib, yaklab ilojsiz qo'ygan. Bir faylasuf sifatida u yakka yegonlikka muhtoj edi albatta. Lekin bu boshqalarning chatga qishini emas, balki shovqin so'randin xoli holda mustaqil fikr qilishini ko'rsatdi. Hargizmo bo'zaq qilib chatga qishni, masxir qilib xunuklashtirishni ko'rsatmaydi. Har xil kishilarning sovuq muomalasiga yetkichi uchragan, yar yo'laksiz, tanho qolgan bu faylasuf oxiri sukut qilish yo'lini tanlagan. Shuning bilan u esil falsafaviy she'ri sukunatni yozgan. Sukunat ba'zida zehn va bir pad. Sukunat ba'zida muzdak bir masxara. Sukunat ba'zida amalsiz bir g'am. Sukunat ba'zida mag'rur tantana. Sukunat ba'zida erishgan armon. Sukunat ba'zida ko'z ochgan ilhom. Sukunat ba'zida ig'ir imtihon. Sukunat ba'zida xor tuyg'u tamom. Sukunat ba'zida tilak iltijo. Sukunat ba'zida hesdoshlik tugal. Sukunat ba'zida kashf ixtiro. Sukunat ba'zida o'limga badal. Patparaq yillarning oy kunlarida daqiqa sukunat qadri go'ya zar. Topadi sukunat sohillaridan angushtar yiroqqa nazar solgan ar. Haqiqatan mu turmushda sukut kam bo'lsa bo'lmaydi. Faylasuflar
sükut qilish pishib yetilganlik deydi. Mutafakkurlar sükut qilish esil fazilat deydi. Muarifshunoslar sükut qilish aql farosat deydi. San'atkorlar sükut qilish sehriy kuch deydi. Shundaq, sükut qilish erishmak tas bo'lgan psixiklik safa va qimmatli jahondorchilik yo'li. Ammo har qanday haqiqat shartlik bo'ladi. Sükut qilishmi shundaq? Oltundek sükut qilish va ig'iz ochmaslik ovozsizning ovozliq ustidan g'olib kelishini ko'rsatadi. Agar biz doim sükut qilishni odat qilgan bir odamni taraylik desak, undaqda sükut qilishga odatlangan kollektiv va millatning ko'pinchisi baxtsiz bo'ladi. Hamma kishining buruqturumi bo'lib turishining o'zi bir xil hasrat. Ojizlik va qo'rqinchlikni sükut qilganlik demaymiz. O'ziga o'zi tamanna qo'yishni sükut qilish demaymiz. Nima qilarini bilmaganlikni sükut qilish demaymiz. Qo'l qovushtirib qarab turishni sükut qilish demaymiz. Bexudlik qilishni sükut qilish demaymiz. Cho'qon va munozirdan yiroq turganlikni sükut qilish degandan ko'ra amalsiz qolganlik, hatto to'g'ri yuraklik deganlik tuzuk. Qisqasi, gap qilish bilan sükut qilish bir-biriga moslashgan yaxshi. Faylasuf Abshukur Muhammad Eminning sükut qilishi hargizmi qo'rqinchoqlik yoki beshini tiqib olish xarakterdagi sükut qilish emas edi. Balki bu uning o'z so'zi bilan aytganda tafakkur urkishida shakllangan iroda orqali tormozlangan bir mazgillik alohida ruhiy kechirmishi edi. O saqlam psixikalik sapoga ega bir faylasuf bo'lish sifati bilan tinimsiz hasad o'qlarini yog'dirayotgan hasadxo'rlarni raqib va kushanlaring, sening nazoratchilaring va o'z-o'zingni tizginlash signal belgilaring deb qaragan. Ham ulardan o'ziga yetayotgan azor va haqoratlarga jeli bo'lib, tushkunlashib, xudini yo'qotib qo'ymaslikdan mayli yig'lay yoki kulay, mayli tushunilay yoki tushunilmay, Uyg'urning oq ko'ngil farzandi bo'lib to'ralganimga iftixorlanaman deb kang qo'rsaqlik bilan muomala qilib o'tkazib o'tgan. U millati ichidagi bundaq asabiy illatni joriy qildirib yashab odatlangan hasadxo'rlar bilan farq etish iqtidori yo'q nodonlarga ich-ichidan ichingan. 1989-yildan boshlab hasadxo'rlik bosh tem qilingan bir qator muhokama maqolalarini yozib, millatimizning ijtimoiy psixikasidagi razilliklarni o'xshashmagan nuqtalardan chiqib, intayin chunqur operatsiya qilgan. Masalan, ruhni sog'lomlashtirish, millatni gullantirishning muqaddimasi. Hasadxo'rlik haqida hasratli xiyollar. Yipak yo'lidagi bir cho'ng illat. Yipak yo'lida qayta o'ylanish qatorliq o'tkir tanqidiy ruhdagi maqolalari dal shu yillar yozilgan. Bu maqolalarni jamlasa, razil yaponiyaliklar, razil amerikaliklar, razil jungoliklar, Abduri Bayyan degan mashhur kitoblarda xalqimizning tarixiy va real illatlari nazariya yuksakligiga ko'tarilib tanqid qilingan razil Uyg'urlar nomli bir kitob bo'ladi. Abshukur Muhammad Emin bu nodir maqolalarini hargizmi qo'rsoq ko'pigini chiqarib olish, tortgan ich ochiqlarni to'kib olish maqsadida yozgan emas. Balki har bir ruhiy va ijtimoiy illatning qandoq tarixiy oqibatga elib borganligini millatning manfaati va taqdiri yuksakligiga ko'tarib muhokama qilgan. Bu nuqta uning bu xildagi maqolalarining tunjisi bo'lgan ruhni sog'lomlashtirish, millatni gullantirishning muqaddimasi nomli maqolasidala o'z ifodasini topgan. Millatning taqdiri haqidagi andishi eng kuchli faylasuf mundaq yozgan. Hasadxo'rlik tarafidan chirmab ilingan millat, garchi til birligi bilan birlashib tursa-mu, qalbi parchalangan millatdan iborat. Qalbi parchalangan millatning tili bu qalbni parchalashga xizmat qilishdan boshlab, bu millatni halok qilish bilan o'zini halok qiladigan til bo'lmaydimi? Ro'shanki, tilni tashqi post, qalbni ishki o'zak qilgan milliy uyushmaning hasadxo'rlik ichida tamtirishi halokat halqisining alomatini aks ettirdi xolos.
güllengen milletlerinin hayat yolu ispatladı ki, milletke yemek, içmek, üy, makamdan başka muhimi milli ruhiyet lazım. Milli ruh, milletning uyuşuş güç manbasi bo'lgan e'tiqod, milliy an'ana, yengiliqqa intilish, ma'naviy yetakchilik nufuzi qatorliqlardan iborat. Mundaq binokorlikni buzishdan halokat, tuzashdan gullanish kelib chiqadiganligi oddiy, ammo bizda astin chiqarilgan haqiqat. Ma'naviy qahramonlik va g'oyaviy yo'lboshchilik dostonlarini yaratgan xalqning birdinla hasadxo'rlik ushqunlari bilan band bo'lishining taktida tarix nimani pichirlayotganligini anqirish mushkul emas-ku. Abdushukur Muhammad Eminning bu mutafakkurona tahlili va yiroqni ko'rar andishisi haqiqatanmi cho'nqur real ahamiyatga ega. Bo'libmi bu bir abzas tahlilning ichidagi milliy ruhiyat gullangan millatlarning gullanishidagi eng muhim omil degan nazariyaviy yakun bakmu donishmandlik bilan aytilgan. Bir millat krizisga duch kelganda oldi bilan milliy ruhni urg'utish orqali uyushish kuchini oshirishga muhtoj bo'ladi. Bundaq paytda milliy ruhning harakatchanligi texmo bevosita, texmo konkret, texmo ko'rinarli, texmo zo'r darajada ifodalanadi. Shunga bir millat mavjudlik krizisiga yuzlangan yoki krizisdan qutulib gullanishga yo'l olgan paytlarda milliy ruh qayta davrining asosiy temasiga aylandi. Milliy kultural kimlik asosida yetilayotgan milliy ruh bir millatning o'zgachilikka ega ma'naviy xislati, tafakkur odati, qimmat yo'nalishi va milliy xarakteridir. Shuning uchun milliy ruh bir millatning ma'naviy makonining ishki yadrosi deb qaraladi. U yangan qatorliqlar tuzgan ma'naviy makon majmuasida ma'naviy makon ozdir ko'pdir o'xshatish tusini olgan aytim bo'lib, u bevosita holda kishilarning moddiy makoniga tamsil qilinib, kishilardagi qalb istiki va ruhiy talpinishlarni ko'rsatadi. Ba'zida ma'naviy makon ma'lum bir diniy e'tiqod bilan bog'lanib, odamning ruhiy panogohini ko'rsatadi. Ammo u ko'pincha ahvollarda idrokiy tafakkur va g'oya e'tiqod asosi ustiga qurilgan kultural kimlik va ma'naviy havolini ko'rsatadi. Ma'naviy makon bir odamning ruhiy panogohini ko'rsatsimi bo'ladi yoki bir to'p va millatning ma'naviy dunyosini ko'rsatsimi bo'ladi deyilgan. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, milliy ruhning ma'naviy makondagi ruhiy o'rni va rashtilik roli zo'r. Faylasuf Abdushukur Muhammad Eminning milliy ruhni ta'kidlashi uning maqolasining mavzusidagi milliy ruhni sog'lomlashtirish, millatni gullantirishning muqaddimasi degan nuqtai nazardan kelgan. U saqlam bo'lmagan milliy ruh millat yuzlatgan mavjudlik krizisini hal qilishga aktiv energiya hosil qilib berolmayli qolmasdan, aksicha millatni texmo xarob qilib etadi deb qaraydi. Shunga yuqorqi nuqtai nazarni strategiyalik ahamiyat yuksakligiga ko'tarib ifodalagan. Abdushukur Muhammad Emin hasadxo'rlar tarafidan chirmib elingan millat, ya'ni ruhiy dunyosi kasallangan millatning ona tilimi uning saodati uchun emas, zalolati uchun xizmat qiladi deydi. Bu dono hukm kishini cho'chitadi. Odatda tilning millatning madaniyati va mavjudligida tangdoshsiz qimmatga ega ekanligi umumiy e'tirofga erishgan qarash. Germaniyalik mutafakkur Wilhelm von Humboldt milliy ruh va milliy xoslik deyishga bo'ladigan barliq hadislar ichida faqat tilla milliy ruh va milliy xoslikning eng yoshirin sirlarini bayon qilishga muvofiq keladi. Mundaqcha aytganda, til xuddi milliy ruhning sirtqi ifodasiga o'xshaydi. Milliy til millatning ruhi demakdir. Millatning ruhi milliy til demakdir. Bu ikkisining birdakligi kishilarning har qanday tasavvuridan olqib ketadi deydi. Humboldtning so'zining ma'nosi bo'yicha aytganda, til faqat hissiyot va ma'no ifodalashdagi belga ham vosita bo'lib qolmasdan, balki bir xil ijod qilish faoliyatidir. Til millatning kultur andisini va tafakkur usulini ijod qiladi. Shundaqla butkul millatning ma'naviy fasili va ma'naviy makonini ijod qiladi.
Demek, asasi birlik sübtedeki milli til, əməliyyatda milli kültür və milli ruhның bir mərkəzi qatlam bolup, u hər bir milletning başqa milletlərinin fərqlənib turuşdiki asaslıq belgisi. Həm bir milletning özüge xas kültürel kimlik və milli uyuşuş gücü hasil qilishdiki asaslıq boluqi. Germaniyalik yana bir mutafakkir Heidegger milli til to'g'risida mundaq deydi. Til mavjudlik oilasidir. Til ham millatning külturi va milliy ruhning eng asosiy turalg'usi bo'lib, tilning ifodalashi va ravoji bo'lmasa, har qanday bir millatning külturi va ruhi unsiz aloqa davomida yo'qolishga yuzlandi. Bir xil milliy tilning yo'qolishi bu millatning o'rtaq ma'naviy makonining to'shig'uchisi qayta mavjud bo'lmaydiganligidan derak beradi. Bu millatning külturi, ya'ni madaniyati allaqachon tarixdan yo'qolgan bo'ladi yoki yangi bir xil mustamlika külturi tarafidan assimilyatsiya qilinib, bu orqali kuchli ma'naviy makon va siyosiy sistema ichidan o'ziga qo'nalg'u izlaydi. Milliy til bir millatning milliy hayotida va külturda shu qadar muhim o'rin tutadigan tursa, Faylasuf Abdüşkür Muhammed Emin nima uchun uni millatning halokati uchun xizmat qiladi deydi? Aniqki, bu yerdagi chiqish nuqta o'xshashmaydi. Abdüşkür Muhammed Emin tildan iborat qurolni millatning qalbini parchalaydigan maqsadda qo'llanish millatni halokatga elib boradi. Hasadxo'rlarning tafakkuri, ruhiyati razillik bilan to'lgan bo'lg'ashqa, ular milliy tilni millatning foydasiga emas, balki ziyiniga ishiltidi demoqchi. Uning bu so'ziga faylasuflarcha hasrati singan. Demak, 1988-yildan 1991-yillar oralig'ida Abdüşkür Muhammed Eminning dunyo qarshiga, qimmat qarshiga, xizmatiga, turmushiga, kishilik munosabatiga davolg'ush va o'zgarish elib kelgan bir qator cho'ng-kichik ishlar yuz berdi. U gangirdi, tengirqidi, o'ylandi, izdandi. Kirsiz tuyg'usi uni chirmab oldi. U o'zining ma'naviy tanqonligini tepish uchun o'zi ustida, bo'libmi o'ylanish ichida ilgirlash nomli adabiy axborotning bosh personaji bo'lish sifati bilan millat gavdasini chirmab turgan illatlarning obyektiv va subyektiv sabablari ustida cho'nqur o'ylandi. Millat uyg'ongandan keyingi tunji inkas dal qayta o'ylanishdir. Hayati kuchi va istiqboli bor millatda xiris inga bo'lmasa, shundaqla o'zi haqida qayta o'ylanish ruhi bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydi. Millatning qayta o'ylanishi ikki tarafni o'z ichiga olishi kerak. Biri o'zi haqida qayta o'ylanish, yana biri dunyoni qaytadan tonish kerak. O'zi haqida qayta o'ylanish odatiga ega bir millat mushkulat ichida o'zini qaytadan tonib, o'zini yuksaltiradi. Undaqda Uyg'urlar hayoti kuchi va istiqboli bor millatmi? Abdüşkür Muhammed Emin mundaq deydi. Hammaga ma'lum, qadimki Tangri tog' etaklarida har qaysi tarixiy davrlarda ko'plagan milliy guruhlar bir mazgil turmush kechirgan yoki bu diyorni kesib o'tgan. Ammo faqat Uyg'ur xalqila bu zaminda g'olluq madaniyat yoritib, har qaysi qal'a qabilalarni birlikka keltirib, uyushtirib, bir butun gullangan parlaq ipak yo'li Uyg'ur madaniyatini shakllantirgan. Bu yaponiyalik Xanada Toru, Xanada Akira qatorliq g'arbiy yurt madaniyati mutaxassislari yakunlagan ilmiy hukm. Abdüşkür Muhammed Emin Uyg'urlarning hayotiy kuchi to'g'risida yana Uyg'urlar chorvachilik, dehqonchilik va savdo tijoratdagi faoliyatchanlikdan iborat uch cho'ng iqtidorni hozirlagan xalq. Ipak yo'lida qaror topgan 9 mo'jizador hikmatni ilkida tutib turgan xalq deydi. Ko'rib olishga bo'ladiki, dunyo tarixi va ijtimoiy taraqqiyot haqida cho'nqur bilishga ega olim Abdüşkür Muhammed Eminning nazarida Uyg'urlar hayotiy kuchga ega millat edi. Hayotiy kuchga ega millat tabiiy holda istiqboli bor millat.
keskin ijtimoiy tanqidchiga aylangan Abdushukur Muhammad Emin parlaq istiqbolning o'zligidan qo'lga kelmaydiganligini tushungachga bu haqda mundaq cho'nqur fikrlarni o'tirib qo'ydi. Bu mumkinlikni reallikqa aylantirish ajr emgak talab qiladi. Millatning kelgusi haqida pal ochadigan bir nizam bor. U bo'lsa-mu universal raqobat iqtidori va uning sifatlaridir. Keskin raqobatga to'lgan bugungi dunyoga nazar tashlaganimizda millatning mavjud bo'lib turish qimmati bilan rivojlangan millatlar qatorida gullab rivojlanish qimmati uning universal afzallikka ega raqobat iqtidoriga bog'liq. Nazariyaviy tafakkurdan mahrum holatda millatning kamolat darajasini yuqori ko'tarish, uning qimmati, iqtidori, nisbasini yaxshilash asla mumkin emas. Bizni azalillah qaynoq hissiyot turkisida nazariyaviy tafakkur, aql farosat tamkinligidan ayrilib, talvalarcha qarisiga dastlab kelgan xalq deyish adolatsizlik. Xalqimiz va qarindoshlarimizdan xeyli nurg'un tabiatshunoslar, tibobatshunoslar, matematika, logika va til olimlari, faylasuf, mutafakkurlar, binokor san'atshunoslar yetishib chiqqanligi hammaga ro'shan. Sharqda Kumarichava, g'arbda Al-Farabi, shimolda Tatatunga, janubda Abu Rayhon Biruni olamshumul shuhrat qozongan olimlar edi. Qadimki Ipak yo'lining xaroblashishi, feodallik bekinma holatda tufayli nazariyaviy tafakkur afzalligini yo'qotdi. Ulug'bek vafotidan keyin adib shoirlikdan boshqa bizda ko'zga ko'ringan olamshumul tabiiy fan olimlari chiqmadi. Ma'naviy madaniyat xazinamiz hissiy san'at va adabiyotni birdan-biri iftixor pallasi qilishga majbur bo'ldi. Qo'limizning yetgani usul, demimizning yetgani naqshi bo'ldi. Bo'yoqchidan ortiq ximik, temirchidan ortiq fiziklarimiz bo'lmadi. Tariximizning iftixorliq sahifalari kuchlik uyushqoqliq ulida jilvalangan edi. Uyg'urlar Diğar, Hun, Teli qabilalari bilan 9 o'g'izlarni birlashtirib, Jujan va Ko'kturuk xonligini g'ulutib, Tang sulolasi saltanatini o'nglik söygün qo'shinlari bilan tübütlarning talon qilg'uch muhosirasidan qutuldirib, Ipak yo'lini necha qitim uzib qo'ygan kuchlardan tozalab, Samaniylarni munqars qilib, o'z ta'sirini arab xalifaligicha kengaytib, o'z tilini imperiya tili, arab tili bilan baygidagi o'tdak martabaga ko'tarib, ishki uyushish va sirtqi qarata birlik, hamdamlikning sharofatini namoyish qilgan edi. Vaholanki Iskandar Zulqarnaynni chekindirgan, Sak So'g'dilarni o'zlashtirgan, Chingizxon saltanatiga ma'naviy uzuq beg'ishlagan bu xalq keyincha Ahmad Shoh Qaraqoshning ot haqida Muhammas nomli satrasidagi abgar ot holatiga tushib qoldi. Bugungi kunda Uyg'urlarning uyush kuchi faqat muqam mashrab, til adabiyot, to'y to'kin, o'lib yetim, hek oyamni vosita qilgan oddiy etnologiyalik alomatlarida qoldi. Qani o'ylab ko'ringchi. Mansab topsa uy ziyofat, pul topsa Makka madaniga ziyorat. Bu ikkisi bo'lmaganda kallapa qalchoq, o'pka sipchoqliq tijoratdan boshqasiga qurbi yetmagan xalqning asar almashgan bilan rizq nisbasi almasharmi? Aytish kerakki, har bir odamning mayli tug'ma qobil yoki sohib jamol bo'lsin, mayli u iqtisod yoki ilm san'at bilan shug'ullangan bo'lsin, mayli u yuqori darajalik siyosiyon yoki jamoat arbobi bo'lsin, uning kamolat yoki mashhad darajasi, shaxsiy izzati va raqobat kuchi, baxti va taqdir qismatlari oxirgi hisobda uning shaxsiy irodasi yoki munosabat afzalligi tarafidan emas, balki u holqib qonqib chiqib ketolmaydigan, u tava etnik turkumining umumiy holat chambiri tarafidan belgilandi. Mana bu shaxs taqdirining millat holatiga beqish qonunidir. Faylasuf Abdushukur Muhammad Emin millat haqida
Mana mushundaq cho'nqur darajada qayta o'ylanib, hayron qolarliq fikr va qarashlarini o'tirg'a qo'ygan. Uning kuchli krizis eng ifodalangan qayta o'ylanish xarakterdagi maqolalari jamiyatda zo'r ta'sir paydo qilib, umumiy kayfiyat shakllantirgan. Natijada bir turkum qalamkashlar mushu xildagi maqola asarlarni yozishga kirishgan. Bu yillarda bu faylasufning o'zi haqidagi o'ylanishlarimi cho'nqur bo'lgan. Sovet ittifoqidagi oshkorlashtirish to'lqinining ta'sirida u 1990-yillarning 5-dan boshlab ideya jihatda qasrab tashlagan. 30-40 yillar davom qilgan bir qism eziqishlardan qutulishga izlangan. Dunyo qarash va qimmat qarash jihatda burilish yasagan. Bu faylasuf kitobxonlar oldida ham realist olimga, ham tasavvuf mutafakkirlariga xos salofat bilan qayta namoyon bo'lishga boshlagan. Uning tadqiqot ijodiyat ishlari yangi boshdan jonlanib, yuqori pallaga ko'tarilgan. Kitoblari nashriyat o'rinlarining o'ng ko'z bilan qarshiga muyassar bo'lolmagan bo'lsa-mu, maqolalari Xinjiang Universiteti ilmiy jurnali bilan Xinjiang madaniyati jurnalida orqama-orqa e'lon qilingan. 60 yoshga to'lganligi munosabati bilan o'zining ma'naviy musofirlari va ilmiy tadqiqot hayotini samimiy ravishda xulosalab yozgan Ömür talqinlari nomli esil maqolasida ko'rsatganidek, u bu yillardagi ijodiyatida bir chaqlarda tutiya bilib qattiq changilib olgan narsalarni pirqiritib tashlashga, pidokorlik qilgan aqidlardan qaqoqlab kulishga boshlagan. Uning 1990-yillarda e'lon qilgan ko'plagan ijtimoiy mulohiza va ilmiy tadqiqot maqolalari ijtimoiy hayotimizni tushunishda ham madaniyat tariximizni tadqiq qilishda yangi yo'l ochib bergan. Nashriyat o'rinlari olimning yangidan yozib tamomlagan kitoblarini nashr qilishga ozroqmi fursat bermagan. U bir qism maqolalarda bu jihatdagi orozliqni xeyli kuchli tilga olgan. Haqiqatanmi bu munavvar olimning ashu yillarda yozgan va tuzatgan Uyg'ur falsafa tarixi, G'arbiy yurt toshkemir san'ati, Qutatqu bilik xazinasi, Uyg'ur muqam xazinasi, qadimki Markaziy Osiyo, oila qatorliq katta asarlari uning vafotidan keyin boshqalarning ko'rsatgan tirishchanligi natijasida bir-birlab nashr qilingan. Ilmiy qiymati zo'r bu asarlar nashr qilingandan keyin kishilarning uningga bo'lgan qoyilligi hassilab oshgan. Hayotida pah degidek biror parcha ilmiy maqolasi yo'q turib, olim sanalib yurgan atalmish olimlar bilan bo'lgan osmon zamin farqini bara-bara tushunib yetgan. Balasog'unning o'rni masalasi haqida, Yipak yo'lida qayta o'ylanish, Soğdalar və onun etnik varisləri toğrısıdır. Çin və Maçinning coğrafiyalik uqum dairəsi, qatarlıq neçə 10 parça ilmi maqolasimi onun vafotidan keyin gazet jurnallarda e'lon qilinib, Uyg'ur tarixi və Uyg'ur madaniyati tadqiqotiga yep-yangi tus qo'shgan. Kishilar ana shundan keyinla cho'nqur seg'inish hissiyoti bilan bu azimat olimning o'z xalqi uchun qanchalik zo'r ilmiy emgak qilganligini texnik tushunib yetishgan. Sanasa barmoq to'shqidek olimi bo'lmagan Uyg'urlar ana shu chaqdalar arablarning bir olimning qazo tepishi bir kutubxonaning kuydirligini bilan barobar degan hikmatlik so'zning ma'nosini tushungan. Tarix və mədəniyyət tədqiqatını bir ömür davamlaşdırğan Abdüşükür Muhammed Emin qadimki O'rta Osiyo xalqining, bo'libmi Uyg'urlarning jiroq o'tmishdan buyanqi barliq madaniyat muvaffaqiyatlarini va uning O'rta Osiyo madaniyati, jumladan turk millatlar madaniyati tarixida tutgan namunalik yadrolik o'rnini ham yetakchilik rolini, shuningdek uning Xanzu madaniyatining taraqqiyotiga ko'rsatgan ijobiy ta'sirini amaliy paket va nazariyaviy asoslar bilan yo'rtib berishni o'zining tarix madaniyat tadqiqotining asosiy nishoni va tub vazifasi qilgan edi. Uning bu jihatdagi tadqiqotining chetilish doirasi to'liq kam.
Mazmuni nihoyatda mo'l bo'lib, adabiyot, falsafa, tarix, muqam, san'at, estetika, folklor, din, ma'arif, tibobatchilik, til, arxeologiya qatorliq ko'p taraflimlik sohalarni o'z ichiga olgan. Bundaq zo'r emgak onun bütün ömür sarfiyotining tinib topmay o'rganish, izdinish, fikr qilish, yezish holatida turishini talab qiladi. Amaliyotda u shundoq yashadi. Ham shundoq o'zgacha xarakterni shakllantirdi. Uning o'ziga ishonishda kuchli xarakteri, hardim taldim demay izdinish ruhi, milliy madaniyatni yuksaltirish uchun borlig'ini beg'ishlashdek fidokorona xislati va o'tkir zehniy quvvati uni o'z millati ichidagi zamondoshlaridan son va sifat jihatda ko'p ortiq bo'lgan ilmiy va badiiy asarlarni yaratish imkoniyatiga va yo'l ochquchi olim bo'lish salohiyatiga ega qildi. Zehniy quvvati urg'ib turgan, ijodiyat kuchi yuqori pallaga chiqqan, kishilik hayotga zuqi texim ulg'aygan, ideyasi teximi yarqinlashgan bu faylasuf oriflik yeshig'i, ya'ni 60 yoshga yaqinlab qolgan mezgilda ziqqa kasalligiga giriftor bo'ldi. O'lim eni uning tafakkur dunyosiga sho'ng'ib kirdi. Sal diqqat qilmasa qo'zg'aladigan ziqqa kasalligi uni ehtiyotchan qilib qo'ydi. Ziqqa kasalligining azobiga qo'shilib, ig'ir kunlarda yar yo'lak bo'lgan yoru do'stlarning, go'yo zimistonda kristal kabi qotgan muz, bahorda erib qora patqoq bo'lib ketgandek nurani xislitini yo'qotib, mansab va manfaat vasvasiga g'arq bo'lib, ko'p g'uvg'o qilishi uning beshiga Sokratning qismatini soldi. Bu ishmo uning hayotini xo'ratdi. Pat-pat doktorxonada yotadigan bo'lib qoldi. O 60 yoshga to'lgan kuni mundaq deb yozdi. O'lim menga qo'rqinchli uchur emas. Balki u hayotni qadrlash, uni oltin shupuk va yaltiroq to'pikka tegishib qo'ymaslik uchun tirishishga ilhom berib, cho'qin silib turgan vahiy. Men hayotni o'lim tarozisida, ruhiyat javohirotlarimni tarix mizonida o'lchayman. U estetikashunos va otash qalb shoiri bo'lish sifati bilan hayotni, go'zallikni qizg'in so'yatdi. Shunga Azroilning yiqilib kelayotganligini sezib, "Attangay, navo muqomi avjiga ko'tarilganda cholg'u tarisi chars qilib uziladi" deb ulug' kichiktindi. Uyg'ur xalqining mashhur olimi, gumanitar fanlar ustozi, 20-asrdagi birdan-bir faylasufi, talantliq adabi, to'hbikor bog'vini, hayotida ko'p asar yozgan mo'l mebilik professori Abdushukur Muhammad Imin o'zining bir talay yozmalarini, go'zal orzu-armonlarini xalqiga qoldirib, 1995-yil 2-oyning 27-kuni ziq kesili tuyg'usiz qo'zg'alish sababi bilan 62 yoshga ko'z yumdi. Bu danishmand olim o'limi oldida avlodlariga cho'nqur ma'nilik qilib, danishmandning ikki olqinini o'chim qilgan chig'iga qarab, uning olqonlarining ustidan insoniyatga atagan yangi haqiqat javohirining nuri chaqnaydi. Uning olqonlarining ostidan uning shaxsiy hayot fojialaridan urg'agan pok issiq qon tomchilaydi deb vasiyat qildi. Danishmandlikning dardi nomli falsafaviy nasriga qarab, bu buyuk olimni tushungan va tushunmagan millionlagan kishilar uningdan mangulik judo bo'ldi. Uning beshidan o'tgan kulfatlik kechmishlarni obdan biladigan, uningga yoqtirilgan til haqoratlarni ko'p anglagan, uningga qilingan so'g'uq muomillarni ko'p ko'rgan, uning asarlarining qimmatini yaxshi tushunadigan, uning oz uchraydigan talant egiz ekanligini aniq biladigan 29 yoshlik bir o'quvchisi uning vafotiga ichidan ichindi. Kishilar shuncha zo'r olim o'lib ketsa, hech qancha qayg'urmasdan yanala kun chiqdi, kun patdi deb
parvosiz yashab atadi. Bu xil ruhiy qashonlikni ko'rib chidamagan, haqqoniyatni yoqlaydigan bu isyonkor o'quvchi Uyg'urlarda ijodiyatning qimmati va ijodkorning qismati masalasi mavzuliq o'tkir bir parcha maqolani yozib, azobliq va g'azablik hissiyoti bilan mundaq cho'qin soldi. Bir tangdishi yo'q olimimiz o'lib ketsa, biz nima ish qildik? Har bayram kelsa, yuzlab she'r yozadigan shoirlarimizning birarsimu marsiya yozmadi-ku. Abdushukur Muhammad Eminning asarlarini seg'in qolini soqqandek seg'ib samaragan tadqiqotchilarimiz birar aslib yozmadi-ku. Qichqoqning do'risini yillab e'lon qilib hormaydigan radio televizorlarimiz birar parcha xabar bermadi-ku. Acaba bizda olim shuncha ko'pmi? Bir nazir o'lib ketsa, o'rniga manbar deb maydasiga mushlab chiqadigan odamdan minglab chiqadi. Qani Abdushukur Muhammad Eminning olimlik o'rniga men tayyor deb o'tirg'a chiqa oladigan birar azamat bormi? Nemancha azoblagandik. Bizga o'xshash eng azizlashga arziydigan odamni xorlaydigan nodon xalq boshqa joylardan tepilmasi kerak. Bu g'azabli cho'qinning aks sadosi Tangirtog'ning janub va shimolini qopladi. Abdushukur Muhammad Eminga o'chmanlik bilan qarashni, millatparvarlik yuksakligida tushunadigan bir qism nodon kishilarning quyuq sochlari tik turib ketdi. Ular Abdushukur Muhammad Eminning o'limidan xushallik his qilishib, galvonlarcha tabassum bilan yurayotganda, e'lon qilingan bu maqola ularning tetan tomirga tegib, mingalarini zingillatib. Ommaviy munosabatda gumb ko'rsatib, qo'lt ko'say qo'llig'uvchilarni atrofga to'plab olib, shuningdan qanoat hosil qilib yashab kelayotgan bir qism yetuk olimlar shuncha uzun umrida o'zlarining biror ilmiy kitobi emas, hatto kishilarning esida qolgudak. Tadqiqotchilar onda-munda bo'lsa-mu naql olgudak biror parcha ilmiy maqol yozolmaganligini nazarga olmasdan, ko'plagan kishilarning ko'zlarini chaqchaytayotgan bu qop yurak yosh qalamkashning adabini qondoq berish to'g'risida tipirlab harakat qilishdi. Ochiq osmonda chaqmoq chaqqandek tasoddifiy tuyulgan bu maqola pokni hurmat qiladigan, dovlilik fikriga astoydil muomala qiladigan bir qism kishilarning vujudini qattiq silkidi. Ular shu chaqdalar haqiqatan bir ulug' olimidan ayrilib qolganligini cho'nqur his qilishdi. Ularning pok qalbini judolik hasrat qopladi. Ular bu buyuk olimni qaytadan to'nidi. Faylasuf Abdushukur Muhammad Eminning ruhi ma'naviyat yulduzlari charaqlab turgan nurani dunyoga lapilda ko'chib ketdi. Ammo uning ona xalqining tarixiy taqdiri haqidagi tövandikidek mutafakkurlarcha andishisi va ko'rsatmasi kitob sahifalarida go'yo urxun obidlardagi dohiyona vasiyatlardek o'chmas sado bo'lib qoldi. Tafakkur iqtidori hammaga taalluq. Ammo tafakkur qimmati har kallada har xil. O'z-o'ziga tafakkur mujassimi bo'lmagan millat o'z-o'ziga ega bo'lmagan millatdir. Maxdum azam avlodlaridan ilgari boshlangan g'arbdan permurshid, imom ishon izlash havosi va o'zidagi tafakkur namoyandalarini osiy nomida halok qilish talbaligi bilan boshsiz chavandos bo'lib qolgan ushbu xalq mustaqil tafakkur qilish o'rniga buzilgan ruh, qo'llashgan iroda, talbalashgan tafakkurdan boshqa yana nima ish qilish mumkin? Masala shu qadar ro'shanki, millatning ruhini saqlamlashtirish, xalqni pastlikdan oriflikqa, zalolatdan saodatga yetaklaydigan ta'lim tarbiyaning asosiy xizmati avlodlarning tafakkur qiyofatini, shu orqali ruhini yuksaltirishdan iborat. Bilish kerakki, baxt saodatning atqa qushi yuksak tafakkur chinoriga qo'nadi. 2014-yili kuzda yozildi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Maqolaga kirishtirgan muzikani Dilfuruz Xani ishlagan. 2019-yili 1-dekabr Janbat unga elib tayyorlandi.